Assalomu alaykum, hurmatli Sindrom kanalimiz a'zolari va bizni kuzatuvchilar. Biz sizlarga yana bir-biridan qiziqarli ma'lumotlar yetkazishda va qiziqarli videoroliklar taqdim etishda davom etamiz. Va albatta eslatib o'taman sizlarga yana bir marotaba bizning kanalimizni kuzatishni davom ettiring. Bizning kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishingiz mumkin. Va albatta o'z fikrlaringizni kommentariyalarda savollaringizni qoldirishingiz mumkin. Bugungi videorolikimizni yodingizda bo'lsa, sizlar uchun taqdim qilgan Speed haqidagi roligimizga kelib tushgan savollar, takliflar va bizga Instagram tarmog'ida yuborilgan savollarga javob berishga bag'ishlaymiz. O'sha sizlar bizga yuborgan savollarga bugungi videoroligimiz orqali javob berishga harakat qilamiz. Marhamat, biz boshlaymiz. Bizga dastlabki kelib tushgan savol, Speedni davosi topilmagan, hattoki Yevropa davlatlarida ham bu kasallikning oxiri o'lim. Siz tavsiya qilgan davolash rejasi nima maqsadda? Xuddi mana shu mazmunda bizga kelib tushgan birinchi savol. Speedni davolashdan, ya'ni o'tgan galgi videoligimizda aytib o'tgan ARVT, ya'ni antiretrovirusli terapiya o'tkazishdan maqsad o'sha VICH infeksiyasini, ya'ni o'sha virus sonini juda ham past titrlarda ushlab turish va uni ko'payishini oldini olish hisoblanadi. Shu maqsadda ARVT, ya'ni antiretrovirusli terapiya buyuriladi. Ta'kidlab o'tishim joizki, antiretrovirusli terapiyadan maqsad bemorni oxirigacha davolash emas, uning hayot tarzini yaxshilash, umrini uzaytirish uchun yo'naltirilgan bo'ladi. Va albatta biz bunga o'sha virusga qarshi terapiya qilganimizda viruslar soni juda ham past titrlarda ushlab turish orqali va uni ko'payishini oldini olish orqali erishamiz. Asosiy maqsad shu hisoblanadi. Bizga kelib tushgan navbatdagi savolda yuqish yo'li haqida ma'lumot berishimiz so'ralib o'tilgan. Yuqish yo'li haqida bundan oldingi videoroligimizda ham ma'lumotlar berilgan. Yana qisqacha to'xtalib o'tishga harakat qilaman. Yuqish yo'li bevosita qon va sperma bilan bog'liq, chunki organizmda barcha biologik suyuqliklar tarkibida uchraydi. O'sha kasallangan inson organizmida ketmoqda. O'sha kasallangan organizmda barcha biologik suyuqliklar tarkibiga uchraydi, lekin har xil titrda, ya'ni har xil miqdorda. Boshqa suyuqliklarga nisbatan qon va spermada o'sha ayollarda qin suyuqligi tarkibi ko'proq uchragani uchun o'tish, ya'ni bir organizmdan boshqa organizm zararlanishi bevosita shu suyuqliklar bilan bog'liq. Qon orqali deyilganda o'sha bemor qoni sog'lom odamga ayrim xatoliklar tufayli qo'yilgan paytda yoki qanaqadir tibbiyotda xirurgik muolaja paytida yaxshi sterilizatsiyalanmagan asbob-uskuna orqali bo'lishi mumkin. Qon orqali yana narkomanlar orasida bir shpritsdan guruh bo'lib foydalangan paytda yuqish ehtimolligi juda katta. Sperma yoki qin suyuqligi orqali yuqish albatta bu jinsiy aloqa bilan bog'liq. Kasallangan odam hamda sog'lom odam himoyalanmagan jinsiy aloqa qilingan paytda bir-birini zararlab qo'yishi mumkin. Va albatta yana bir yuqish yo'li onadan bolaga homiladorlik va tug'ruq paytida yuqish ehtimolligi bor. Keyingi savolimiz, Speedni davolash qanday boshlanadi? Albatta bu savolda ARVT terapiyani qanday boshlash haqida nazarda tutilgan bu savol. ARVT terapiyani boshlash, antiretrovirusli terapiya boshlashdan oldin albatta qandaydir shubha ostidagi yoki o'zida Speedga qarashli bo'lgan, ya'ni VICH infeksiyalangan odamga qarashli bo'lgan klinik belgilar namoyon bo'lganda shubha ostida bo'lib murojaat qiladi. O'sha o'zini yashash manziliga yaqin bo'lgan shahar yoki viloyat o'tga qarshi kurash markaziga murojaat qilganda dastlab bundan IFA tekshiruvi, immunoferment analiz olinadi. Agarda musbat, ya'ni pozitiv atvet bo'lgan taqdirda immunoblot tekshiruvi o'tkaziladi. Immunoblot tekshiruvi ham tasdiqlangandan so'ng bemorda kardiolog, nevrolog, terapevt konsultatsiyasi o'tkaziladi. Ya'ni ARVT boshlash uchun, shu virusga qarshi terapiyani boshlash uchun hech qanday qarshi ko'rsatma bor yo'qligi aniqlanadi. Albatta qon tahlilida CD4 hujayralari immuniteti o'rganiladi. Viruslar soni, immuniteti va namoyon bo'lib turgan klinik belgilardan kelib chiqib bir necha sxemalar ichidan virusga qarshi davolash sxemalardan biri tanlanadi va bu davom ettiriladi. Keyingi savolimiz, Speed bilan kasallangan
odam necha yil umr ko'radi? Albatta bu birinchi navbatda bemorni o'ziga bog'liq va uning organizmiga bog'liq bo'ladi. Uni o'ziga bog'liq tomoni agarda o'zida VICH infeksiya aniqlangan bemor o'z vaqtida shifokorga murojaat qilsa va ARVT ya'ni antiretrovirusli terapiya muolajalarini o'z vaqtida olsa, sxema bo'yicha vaqtida dozasi qabul qilinib, o'sha rejim asosida ketsa, statistik ma'lumotlarga ko'ra o'rtacha yashash 65-70 yilni tashkil qiladi va albatta yana bir marta qaytarib o'taman, bu qachonki o'sha shifokor tavsiyalariga to'liq rioya qilganda va ARVT ya'ni antiretrovirusli terapiya sxema bo'yicha o'z vaqtida davom ettirilganda, ya'ni hech qanday tanaffuslarsiz to'g'ri yo'lga qo'yilganda 65-70 yilni tashkil qiladi. Navbatdagi savolimiz SPIDga qarashli bo'lgan, ya'ni SPIDga xos bo'lgan hech qanday klinik belgilar yo'q, lekin qon tahlili, ya'ni analiz topshirilganda pozitiv, ya'ni musbat natija aniqlangan. Shunday vaziyat bo'lishi mumkinmi degan mazmunda bizga aytib bergan. Albatta bo'lishi mumkin. Bundan oldingi videorolikda ham ta'kidlab o'tganmiz. VICH infeksiya organizmga tushgandan so'ng o'sha bemor organizmda 6 oydan 10 yilgacha bo'lgan vaqt oralig'ida inkubatsion, ya'ni yashirin davrni o'tkazadi. 6 oydan 10 yilgacha bo'lgan vaqt oralig'ida hech qanday klinik belgilarni namoyon qilmasligi mumkin. Lekin o'sha tibbiy ko'rikdan, ya'ni medosmotrdan o'tayotgan paytda qon tahlilida IFA pozitivli, ya'ni musbat natija berishi mumkin bo'ladi. Navbatdagi savol, ushbu kasallikni belgilari qanday paydo bo'ladi? Aniqrog'i qanday belgilar paydo bo'ladi degan mazmunda bizga yetib kelgan. Demak, VICH infeksiya organizmiga tushgandan so'ng quyidagi klinik belgilar yaqqol namoyon bo'ladi. Bularning birinchisi o'sha bemor organizmida sezilarli darajada tana massasini yo'qotishi, ya'ni bez tashlash. Navbatdagisi sababsiz xronический diareya, sababsiz ko'p marotaba ichib ketishi, tana haroratini muntazam ravishda ortib turishi, ya'ni subfibril temperatura 37,5-38 gacha ko'tarilib turadi. Navbatdagi belgisi bu organizmda joylashgan periferik limfa tugunlarida kattalash sezadi bemor. Mutaxassisga murojaat qilish uchun ushbu belgilar asosiy sabab bo'ladi. Navbatdagi savol, SPID bilan kasallangan ayol sog'lom farzand tug'ishi mumkinmi? Albatta, sog'lom farzand ko'rish mumkin, qachonki o'sha bemor ayol ARVT ya'ni antiretrovirusli terapiyani o'z vaqtida sxema bo'yicha reja asosida qabul qilib borgan paytda, viruslar titri, ya'ni viruslar soni juda ham past ko'rsatkichga tushgan paytda bemor ayoldan sog'lom farzand dunyoga kelgan holatlar kuzatiladi. Buning ehtimolligi bor albatta. Butun dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti saytidan olingan ma'lumotlarga ko'ra 2000 va 2019-yil vaqtlar oralig'ida profilaktika chora-tadbirlari o'z natijasini ko'rsatgan va yuqish ehtimolligi, yuqish ko'rsatkichi 39% ga kamaygan, o'lim ko'rsatkichlari 51% ga kamaygan. Albatta bu olib borilgan profilaktikalar hamda antiretrovirusli terapiyaning samarasi desak xato bo'lmaydi. Biz bugungi videoroligimizda sizlar tomonidan bizga yuborilgan savollarga javob berishga harakat qildik. Bundan tashqari juda ham ko'plab savollar kelgan. Ular SPID kasalligiga aloqador emas va u yerda ko'proq shaxsiy tavsiyalar so'ralgan. Ularning ichida qanday bog'lansak bo'ladi degan savol ham bor. Albatta, o'zingizni qiziqtirgan savol bo'lsa, kommentariyalarda yozish yoki o'z fikringizni qoldirishga to'g'ri keladigan qandaydir shaxsiy savollar bo'lsa, bemalol mana sizlarga Instagram manzilimiz, Instagram tarmog'ida bemalol bizga murojaat qilib savolingizni yo'llashingiz mumkin va biz qo'ldan kelgancha albatta sizlarga yordam berishga, tavsiyalar berishga harakat qilamiz. Bizning kanalimizni kuzatishda davom eting, a'zo bo'lishni unutmang, like tugmasini bosing va albatta qaytaraman, o'z fikrlaringizni kommentariyalarda savollaringizni ham bemalol yozib qoldirishingiz